Assalomu alaykum, xayrli kech. Bu Deutsch Bilek Telegram kanali va Kamina Kamrombek Abdulxayev. Xo'p, sizlar bilan ancha orada pauza bo'lib qoldi va yana boshladik. Albatta, bepul grammatika darslarimizni va bugun 14-darsimiz bo'lib o'tadi. Haben va sein fe'llarini o'tgangi zamonda, ya'ni preteritumda ishlatilishi bo'yicha. Xo'p, bundan buyog'iga albatta faol bo'lishga har hafta bitta grammatika darsini bepul o'tib berishga harakat qilaman. Shuning uchun albatta Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, demak o'sha kitobimiz Deutsch aber Hallo, Grammatikübungen A1. Mana shu kitobdan o'tamiz. Bundan oldin kanalimizda YouTube'ga ham joylab boryapmiz va Telegramda ham bor bu darsliklar. Biz allaqachon 4ta leksiyonni tugatganmiz, ya'ni 4ta bobni. Birinchi leksion eng boshidan, ikkinchisi mana bu yerda va biz 5-leksionga kelgandik. Aynan o'tgangi 13-dars bu possessive artikel bo'yicha edi. Biroz yaqinlashtiraman yaxshiroq ko'rinishi uchun. Ya'ni 13-darsimiz possessive artikel bo'yicha edi va bugun preteritum, imperfect haben und sein, ya'ni haben va sein fe'llarini o'tgangi zamonda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Va bizda bu 20-betda ekan. Haben va seinni o'tgangi zamonda ishlatishni ko'rishdan oldin biz aynan hozirgi zamonda shaklini ham bir taqqoslab o'rganib olamiz. Demak, boshlaymiz. Preteritum haben und sein. Savollar tug'ilsa, pastda kommentariyada yozib qoldirsangiz, men tushuntirgandan keyin o'qib yana bir javob berib o'taman. Demak, haben. Haben o'zi nima edi? Bir eslab olamiz, chunki orada ancha pauza bo'lib qolgan. Haben fe'li bu o'zi bor bo'lmoq degan ma'noni bildirardi. Bor bo'lmoq. Ya'ni sizda nimadir bor yoki siz nimagadir ega bo'lsangiz, mana shu haben bilan ishlatamiz. Masalan, ich habe einen Computer. Menda kompyuter bor degan ma'noda. Yoki men kompyuterga egaman degan ma'noda. Yoki menda vaqt bor bo'lsa, ich habe Zeit bo'ladi. Xuddi shu shaklda buni ishlatishimiz mumkin edi. Endi aynan habenni hozirgi zamonda ishlatilishi endi A1, A2ni o'rganayotganlar juda ko'p chalkashlik bo'ladi yoki esdan chiqib qolishi mumkin va shuning uchun biz ham eslab olamiz. Hozirgi zamonda ishlatilishi, undan keyin o'tgan zamonda shaklini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, birinchi ich habe. Ich habe bu menda bor degan shakli edi. Menda bor. Mana ich habe. Endi du hast. Du hast shakli bu senda bor degan ma'noda kelar edi. Bu hozirgi zamonda shakli. Xo'p, keyingisi erjesga nisbatan o'g'il bolaga nisbatan u, qiz bolaga nisbatan sie. U degani es bu narsa buyumlarga nisbatan edi. Faqat shaklini yozib ketaman, osonroq bo'lishi va tushunarliroq bo'lishi uchun. Hat, ya'ni unda bor, o'g'il bola bo'ladimi? Sie hat bo'lsa qiz bola bo'ladimi? Unda bor degan ma'noda kelaveradi. Ya'ni unda bor. Hop, navbatdagisi esa bu wir. Wir endi bu ko'plikka kiradi, ya'ni wir biz. Wir haben. Bu bizda bor degani. Ya'ni bizda bor degan shakli edi. Undan tashqari ihr ham bor, bu have shaklini talab qiladi va sizlarda bor degan ma'noda keladi. Sizlarda. Ko'pchilik A1ni o'rganayotganlar ir shakli bilan zi shaklini adashtiradi. O'zi ir degani bu sizlar degani. Misol uchun mana du. Bitta do'stingiz bor, unga nisbatan du deb aytyapsiz. Sen deb. Ikkita do'stingiz bo'lsa, ularga nisbatan biz du deb ishlata olmaymiz, chunki du faqat birlikda. Ularga nisbatan ikkita do'stga nisbatan ir shaklini qo'llaymiz. Esingizda bo'lsa, buni bir marta menimcha takrorlagandim darsimizda.
ihr, ya'ni sizlar deb aytishimiz kerak. Endi ular deyish esa bu sie yoki hurmat shaklidagi sie, siz degan ma'noda keladi. Ikkala zini ham yozib qo'ydim. Bunga nisbatan haben ishlatiladi. Ya'ni bitta shakli ularda bor. Ularda bor deb yozib qo'ydim. Xo'p, bu hozirgi zamon shakli edi, esingizda bo'lsa, bir eslab oldik. Demak, habenni bor bo'lmoq. Hammasini eslab, mana kanalga ham tashlab qo'yaman. Ko'rib oldik. Endi xuddi shuni biz aynan o'tgangi zamonda shaklini yozib chiqamiz. Mana bu yerda jadvali bor. Ich da hatte, du da hattest, ist hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten shakllari bor. Endi buni ma'nosi qanaqa bo'ladi o'zi? Mana shu yerda yozganimizni o'zini o'zgartirib qo'ya qolamiz. Demak, ich habe menda bor bo'lsa, ich hatte shakli, ya'ni mana shuni o'zgartirib ketaman. Ich hatte. Ya'ni bu menda bor edi bo'ladi. Misollarni ham tuzamiz hozir, faqat jadvalni shakllantirib olsak, keyin taqqoslab misollar tuzaverishimiz oson bo'ladi. Ich hatte, menda bor edi, o'tib ketgan vaqtga nisbatan. Buga nisbatan hattest. Du hattest. Ya'ni bu senda bor edi shakli. Du hattest, senda bor edi. Endi bunda erzesga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Unda hatte bo'ladi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Erga hattet bo'lmaydimi? Ya'ni ta qo'shimchasi qo'shilardi erzesda deb. Lekin bunda qoida ishlamaydi. Bu qoida modal fe'llar va haben va zaynda xuddi shunday. Ya'ni o'tgangi zamonda modal fe'llarda va haben va zaynda erzesda ta qo'shimchasi olmaydi. Ya'ni erda ham hatte, zida ham hatte, esda ham hatte bo'lib keladi. Bunga albatta gap tuzamiz birgalikda hali. Ich hatte menda bor edi, du hatte senda bor edi, erzesga nisbatan hatte unda bor edi shaklini qo'llaymiz. Xo'p, endi bizda bor edi shakli bo'lsa, wir hatten bo'ladi. Bularni yodlab olishingiz kerak, chunki o'zagida o'zgarish bor anchagina. Wir hatten bizda bor edi. Xo'p, keyingisi esa ihr ihr hattet. Ihr hattet sizlarda bor edi degan ma'noda kelyapti. Ihr hattet, ya'ni do'stlaringizga nisbatan ihr hattet sizlarda bor edi nimadir degan ma'noda qo'llashimiz mumkin va albatta oxirgisiga ikkalasiga ham hatten bo'ladi. Ularda bor edi yoki sizda bor edi degan ma'noda hurmat shaklini ishlatishimiz mumkin. Endi yozib yana bir ko'rib olamiz. Mana ich hatte menda bor edi, du hatte senda bor edi, er hatte unda bor edi, wir hatten bizda bor edi degan ma'noda va ihr hattet sizlarda bor edi. Bundan keyin ikkala shakli. Xo'p, buni ham jadvalini kanalga tashlab qo'yaman, chunki hozir boshqa zanga o'tib ketsak yoki misol tuzadigan bo'lsak, bu o'chib ketib qoladi. Shuning uchun tashlab boraman. Mana kanalda ikkalasini ham ko'rdik. Habni ham hozirgi zamon shakli, ham o'tgangi zamon shakli turibdi. Shular orqali endi gap tuzib olamiz zanga o'tishdan oldin. Chunki bittasini yaxshilab o'rganib olib, keyin boshqasiga o'tganimiz barcha uchun qulayroq. Xo'p, endi misollar tuzamiz. Sodda misollar bilan tuzadigan bo'lsak, ancha o'rganishimiz oson bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda hamma biladigan misol. Hozirgi zamonda tuzamiz. Ich habe Zeit. Zeit. Ich habe Zeit.
Bu menda vaqt bor degani. Ya'ni bu hozirgi zamonda, presence'da. Zamonlarni bilamiz. Hozir, mana yozib qo'yaveray, o'zbekcha qilib. Hozir ich habe Zeit. Menda hozir vaqt bor degan ma'noda, tarjimasi. Menda vaqt bor. Endi xuddi shuni o'tgangi zamonda ishlatadigan bo'lsak, menda vaqt bor edi. Ya'ni, misol uchun, kecha nima qilding? Yoki kecha bandmiding? Yo'q, menda kecha vaqt bor edi degan ma'noda avvalgi o'tib ketgan ish harakatiga nisbatan ich hatte Zeit. Ya'ni menda vaqt bor edi. Edi degan ma'noda mana ishlatilyapti. Ko'rdingmi? Ich hatte Zeit. Menda vaqt bor edi. Buni ham kanalga tashlab qo'yaman. Xo'p. Endi misol uchun erga nisbatan unda imkoniyat bor edi desak qanday bo'ladi? Unda imkoniyat bor edi. Xo'p, misol kommentariyaga yozib qoldiringlar, men joy ochib qo'ydim. Ana shu post tagiga menda vaqt, ya'ni unda imkoniyat bor yoki unda imkoniyat bor edi degan ma'noda o'tgangi zamon shaklini yozib ko'ramiz. Yuqorida jadvallarni ham tashladim. Hop, bitta. Yozib ko'raylikchi, qani, va keyin men taqqoslab yana tushuntirib beraman. Hop. Albatta, unda vaqt bor degan ma'no, ya'ni unda vaqt bor yoki unda imkoniyat bor degan ma'noda ishlatsak, zi yoki erga nisbatan olishimiz mumkin. Juda ham to'g'ri. Ya'ni xuddi shu shaklini olamiz. Erga nisbatan hatte Zeit yoki hatte Möglichkeit. Eine Möglichkeit shaklini ishlatishimiz mumkin. Möglichkeit. Ya'ni hatte Zeit unda vaqt bor, Möglichkeit degan imkoniyat. Unda imkoniyat bor shakli ishlatilyapti. Ya'ni bu xuddi shu qoida bo'yicha ishlanadi. Xo'p, endi bitta yana gap beraman. O'shani biz deyarli barcha shaxsiga qo'yib yozishimiz kerak. Kommentariyada siz ham yozib chiqishingiz lozim. Ya'ni 2-3 yozsa, bu ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p. Bitta gap bor. Men hozir gap beraman ishga nisbatan. O'shani hammasini boshqa shaxs songa, duga nisbatan, erga nisbatan, wir, ir, ziga nisbatan o'shani qo'llab chiqasizlar. Xo'p, balki o'zbekchasini berarman. Yana ham yaxshiroq o'zingiz tarjima qilib, nemischaga o'zgartirib, keyin yozsangiz yana ham yaxshi. Xo'p. Kompyuter bor degan gapni avval ishlatdik. Endi buni hozir ayta olmaymiz. Hop, nisbatan soddaroq gap bo'lsa yana ham yaxshi. Faqat haben va zaynni qo'llanish qoidalari bor edi. Ayniqsa habenni o'shandan e'tibor berib bajarishimiz kerak. Hop, menda do'st bor edi deb tuzaylik. Meni do'stim bor edi. Meni do'stim bor edi. O'sha gapni birinchi o'tgan zamonda qo'llaysiz, keyin uni barcha shaxs sonlarda yozib chiqishingiz kerak. Meni do'stim bor edi. Hop. Izohlarga yozyapsiz, juda ham yaxshi, to'g'riga hammasi. Albatta, meni do'stim bor edi. Yozib ko'ramiz.
ozroq vaqt ketsa ham albatta men kutishim mumkin sizlarni, chunki ham siz uchun foyda. Bu men tekshirib beraman, siz to'g'ri yozyapsizmi yoki xatomi. Do'stim bu o'g'il bolaga nisbatan ishlatishingiz mumkin. E'tibor bering, habenni qo'llayotganda haben o'zidan keyin akkuzativ kelishigini talab qiladi, non-artiklni. E'tibor beringlar bunga. Haben o'zidan keyin non-artiklni akkuzativda talab qiladi. Mein, ya'ni egaga olmoshni ishlasangiz ham bo'ladi, faqat akkuzativda ishlatinglar. Juda ko'pchilikda hozir yozyapti, deyarli to'g'ri, faqat men hozir bir joydani xatosini tushuntirib beraman. Hop, yozamiz. Demak, ko'pchilik yozdi, endi qarang. Ich hatte Freundni artikli der edi-ya, der Freund. Endi buni biz haben o'zidan keyin non-artiklni talab qilganligi uchun ein Freund ishlatamiz. Lekin akkuzativni ham talab qilsa, einen bo'ladi. Ya'ni bu qoida bor. Ya'ni biz allaqachon o'tganmiz buni. O'tganmizmi? Bitta ko'rib qo'ychi, hali o'tmadikmikan yo. Agar o'tmagan bo'lsak, akkuzativ mavzusini. Yo'q, akkuzativni o'tganmiz ekan. Avvalgi darslarimizda o'tganmiz. 10-chi, 11-chi, 12-chi darslarni, 13-chi darslarni bir takrorlab qo'ysangiz, mana 4-leksionda akkuzativ mavzusini o'tganimizda aynan buni tushuntirgan bo'lishim kerak. Bundan tashqari haben fe'lini o'tganimizda ham tushuntirganman. Shuning uchun buni bir ko'rib qo'yinglar. Esga olib. Hop, davom etamiz. Men tushuntirayotgan joyimdan. Demak, ich hatte einen Freund. Meni do'stim bor edi bo'ldi. Endi buni biz duga nisbatan, erzga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Mening do'stim bo'lsa agar egalik olmoshiga nisbatan ishlatadigan bo'lsak, m harfini qo'shib qo'yamiz. Ich hatte meinen Freund. Mening do'stim bor edi. Menda mening do'stim bor edi degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Xo'p, hammasi meinen bo'lmaydi. Agar bu yerga egalik olmoshni ishlatmoqchi bo'lsangiz, deinen, seinen shakllari bo'lib ketadi. Shuning uchun osonroq tushuntirish uchun aynan men non-artiklni o'zini qo'llayapman. Hammasi meinen bo'lib ketmaydi. Shunaqa. Xo'p, demak, yozamiz. Keyingisiga duga nisbatan yozadigan bo'lsak, du hattest birayo'la xuddi mana shu egalik olmoshini 13-darsimizda o'tganmiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, 13-darsni linki bor yoki o'sha kanalda o'zi bor. 13-darsda aynan egalik olmoshlarni, mening, sening shakllarini ko'rgan edik. Bir marta eslab oling. Du hattest endi sening bo'lsa deinen bo'ladi. Deinen Freund bo'ladi. Freund. Seni do'sting bor edi degan ma'no. Endi buni qavsga olib ketaman. Nimaga? Sababi biz o'zi aniq artiklni non-artiklni ishlatishimiz kerak edi. Du hattest einen Freund. Sen do'sting bor edi yoki deinen Freund deb ishlatishimiz mumkin. Xo'p, demak, kommentariyaga yozyapsiz, juda ham yaxshi. Endi men aytgandek qilib to'g'ri yozib qo'ying. Albatta daftaringiz bo'ldi, daftaringizga yoki izohga yozib qo'ysangiz ham albatta bo'ladi. Xo'p. Demak, xuddi shu shaklda ketamiz. Albatta hamma ham adashadi. O'rganayotganda men ham adashganman. Hamma adashadi. Shuning uchun endi to'g'rilab qo'ysangiz esingizda qoladi aynan shu. Endi esga nisbatan o'zini oladigan bo'lsak, hatte nisbatan sein shaklini ishlatamiz. Ya'ni u o'zining, ya'ni u o'zini do'sti bor edi. Unda degan ma'noda ishlatsak, seinen Freund
13-darsni ko'rib olinglar, agar esdan chiqib qolgan bo'lsa. Yana ham hatto seinen Freund, uni do'sti bor edi degan ma'noda ishlatiladi. Endi qiz bolaga nisbatan ishlatsak qanday bo'ladi? Sie hatte, qiz bolaga nisbatan izoh yozingchi. Qanday bo'ladi? Sein bu uning degan ma'noda ishlatiladi. Misol uchun mening do'stim, men mening do'stimni ko'rdim degan ma'noda meinen shaklini ishlatsak, u uning do'stini ko'rdi degan ma'noda seinen shaklini ishlatyapmiz. Ya'ni u o'zining do'stini ko'rsa. Ya'ni mein, dein, sein shakli bu o'z. Ya'ni o'zim, o'zi, o'zing degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, shu sein ishlatyapmiz. Bu mana bu fe'ldan emas, bu olmosh. Shuning uchun 13-darsni bitta ko'rib olsangiz esingizga tushadi. Albatta, ziga nisbatan iyg'in bo'ladi. Ya'ni sie hatte ihren Freund. Endi mana jihatda u daraja zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin u o'zining do'sti, uning do'sti bor edi degan ma'noda qiz bolaga nisbatan ishlatyapmiz. Xuddi shunday davomidan wirga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Wir hatten einen Freund. Hop, davomidan ko'ramiz. Ihr hattet einen Freund va sie hatten einen Freund. Endi bularni egalik olmoshni qo'llamadim. Misol uchun unseren deb qo'llab qo'ysak bo'lardi. Mana qavs ichiga yozib qo'yaman agar. Unseren. Ya'ni bizni do'stimiz bor edi degan ma'no. Mana bunga nisbatan o'yirin bo'ladi. Endi sal murakkab bo'lmasligi uchun yozmayotgandim. Endi kimlardir agar yozib qo'ying desa, yozib tushuntirib qo'yishim mumkin. Mana bular egalik olmoshlari. Agar kimdir bilmayotgan bo'lsa. O'yirin va sie ihren shakli bo'ladi. Shunaqa umumiy ishlatilishi habenni o'tgan zamonda mana shu shaklda bo'ladi. Xo'p. Juda ham to'g'ri, mana izohda yozilyapti. Juda ham yaxshi. Xo'p, menimcha haben barchaga tushunarli bo'ldi. Menda bor, unda bor. Ya'ni menda bor edi, unda bor edi, ularda bor edi, bizda bor edi degan ma'noda hammasi ishlatilyapti. Buni men tashlab ham qo'yaman. Mana kanalga o'zingiz darsdan keyin bemalol daftarni olib, qaytadan o'rgangan darslarimizni yozib, saqlab qo'ysangiz, daftaringizga yozib qo'ysangiz, esingizda qolishi osonroq bo'ladi. Yaxshi, shu. Endi haben bo'yicha agar savol yo'q bo'lsa, zaynga o'tamiz. Zayn bu bo'lmoq degan ma'noda ishlatiladigan fe'l edi. Mana bu yerga endi yozsak bo'laveradi. Demak, zayn bu bo'lmoq degan fe'l. Bo'lmoq. Narigi olmosh bilan adashtirib yubormang. Bu boshqa so'z. Zayn bo'lmoq. Xo'p. Eslab olamiz, ich bin. Bu men, man degani. Men, man. Duda bist bo'lardi. Bu sen, san degani. Ya'ni ich bin student, men talabaman. Du bist student, sen talabasan degan ma'noda aynan bularni hozirgi zamonda shunaqa ishlatar edik. Va erga nisbatan ist shakli edi. Eslab olganimiz yaxshi baribir. U endi bu yerda dir qo'shimchasi o'zbek tilida bor. Bu dir
Ya'ni u nimadir, u talabadir, u talaba deganda biz oxirida hech qanaqa qo'shimcha yo'q. Lekin bu grammatikada, ona tili grammatikasida dir qo'shimchasi bor, yashirin tushib qolayotganligini ifodalaydi. U degan ma'noda. Hop, endi bizga nisbatan wir sind, biz talabamiz degan ma'noda ishlatish mumkin. Biz kimdirmiz degan ma'noda. Irga nisbatan ir zayd bo'ladi. Esingizda bo'lsa, ya'ni bu sizlar nimadir siz yoki kimdir siz degan ma'noda va ikkala ziga nisbatan bitta sind bo'laveradi. Sind ular. Ular nimadir yoki siz nimadir siz degan ma'noda keladi. Xo'p, endi bu hozirgi zamon shakli. Men buni albatta yozib kanalga tashlab qo'yapman. Bu hozirgi zamon shakli. Misol uchun sifat ishlatishimiz mumkin bular bilan yoki o'sha biror bir kasb nomini ishlatishimiz mumkin yoki joy nomini da ma'nosida. Misol uchun men uydaman bo'lsa, ich bin zu Hause. Zu Hause degani uyda degani. Xo'p, demak, zu Hause bu uyda. Zu Hause buni yozib qo'ydim. Tashlab qo'yaman. Zu Hause. Ich bin zu Hause, men uydaman. Du bist zu Hause. Sen uydasan. Ist zu Hause. U uyda. Wir sind zu Hause. Biz uydamiz. Ihr seid zu Hause. Sizlar uydasizlar yoki Sie sind zu Hause. Ular uydalar yoki siz uydasiz degan ma'noda kelaveradi. Bu hammasi aynan qolib da ma'nosini beruvchi joy nomlariga nisbatan sifatlarni ishlatsak bo'ladi bu zayn bilan va bundan tashqari kasb nomlarini ishlatishimiz mumkin. Endi buni o'tgangi zamon o'zi qanday? Shu savolga hozir sizlar bilan javob beramiz. Mana bu yerda jadval turibdi, ko'rgan bo'lsangiz, ishda var bo'lib ketyapti. Ya'ni o'zagi o'zgarib ketadi. Ya'ni ich var. Bir boshda yozib, tarjimasini ham yozib qo'yamiz. Ich var. Bu demak, men nimadir edim degan ma'noda. Men edim. Misol uchun ich war zu Hause, men uyda edim. Yoki ich war student, men talaba edim degan ma'noda tarjima qilsak yana ham yaxshiroq. Ya'ni du warst bo'ladi. Xuddi o'sha zayn, faqat o'tgangi zamonda o'zagi umuman o'zgarib ketyapti. Tushunarli? Bunga e'tibor beramiz. Sen eding. U ya'ni erga nisbatan ishlatamiz, faqat var shakli, ya'ni bunda ham ta qo'shimchasi qo'shilmaydi. Ishda qanday bo'lsa, erzesda ham xuddi shunday shakli bo'ladi. Ya'ni er u edi. Edi degan ma'noda. Undan keyin virga nisbatan waren yoki waren, endi o'rganayotgan bo'lsangiz, shunday talaffuz qilishingiz mumkin. Wir waren. Wir waren degani biz edik degan ma'noda kelyapti. Ya'ni irga nisbatan ir wart. Sizlar nuqta edingiz. Ya'ni qolib qilib tayyor foydalanishga tushuntirib beryapman. Nisbatan osonroq bo'lishi uchun. Va ular nimadir edi degan ma'noda. Endi xuddi shuni mana zu Hause degan so'zga moslab chiqsa ham bo'laveradi. Ich war zu Hause. Men uyda edim. Du warst zu Hause. Sen uyda eding. Er war zu Hause. Ya'ni u uyda edi. Ko'rdingizmi? Mana hammasi uchaveradi. Wir waren zu Hause. Biz uyda edik. Ihr wart zu Hause. Sizlar uyda edingiz. Sie waren
Zu Hause. Ular uyda edi. Misol, tayyor misol bor. Yani aynan yozib o'tirmadim. Menimcha bu tushunarli o'zi. Istalgan sifatni qo'shsak ham bo'laveradi. Sifat bilan yozib ko'ramiz. Agar buni o'chiramiz, o'rniga qaysi sifatni bilasiz? Odamga nisbatan ishlatish mumkin bo'lgan. Eng osoni bu krank. Ich war krank. Men kasal edim. Mana bu yerga yozamiz. Kasal. Ya'ni ich war krank. Du warst krank. Sen kasal eding degan ma'noda. Sen kasal eding. Var krank. U kasal edi. Mana ko'rdingmi? Wir waren krank. Ya'ni bu yerda aynan siz bilib olsangiz qanday holatda ishlatish kerakligini va buni yodlab olishingiz kerak. Ishda qanday bo'ladi, duda qanday bo'ladi, erda qanday bo'ladi, virda hammasini yodlab olish kerak bo'ladi. Endi irga nisbatan yana ir wart krank. Bu yerda zaynni o'zi o'zgaryapti xolos. Sie waren krank. Ular kasal edi yoki kasal edilar degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Mana o'sha misollar. Tashlab qo'yaman mana. Shu va endi bunda otlarni ishlatadigan bo'lsak, kasblarda endi ko'plik o'tganda biroz o'zgaradi. Ya'ni misol uchun ich war student, men talaba edim bo'lsa, biz talaba edik, ya'ni talabalar bo'ladi. Wir waren Studenten bo'lib, endi o'sha student degan so'z ham ko'plikka o'tib ketadi. Chunki wir ko'plik. Shunaqa tarafi bor, lekin sifatlarda, joy nomlarida da ma'nosida hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Birlikda ham, ko'plikda ham. Qoidasi shu. Endi mana bu yerda misoli bor. O'shani bir ikkitasini yozib, izohga siz ham yozib bajarib ko'ramiz. Uy bunga ayt. Birinchi mashq. Birinchi mashqda yana o'z bitta mashqi bor buni. Haben yoki zaynni qo'yishimiz kerak ma'no jihatdan. Qaydan topamiz desangiz, mana bu yerdagi so'zlarga qarab. Misol uchun keine Zeit, vaqt yo'q deyapti. Ya'ni unda vaqt, hat der keine Zeit, unda vaqt yo'q edimi? Unda vaqt yo'q edimi deb so'rayapmiz. Ya'ni Zeit bu vaqt. Bunga nisbatan zayn ishlata olmaymiz. Ya'ni u vaqtmi deyolmaymiz. Unda vaqt yo'q edimi deb ma'no ishlatishimiz mumkin. Endi im kino, kino da ma'nosi. Demak, da ma'nosini bildiruvchi joy nomlariga nisbatan ishlatiluvchi shaklda biz zayn ishlatar edik. Demak, asida duga nisbatan habni yoki zaynni qaysi biri? Yozamiz, izoh yozinglarchi. Birgalikda bajarib ketamiz. 2-3 tasini bajaramiz, qolganini keyin o'zingiz bajarishingiz mumkin. Kitob kanalda bor. Men tashlab qo'yaman darsdan keyin yana bir marta qaytarib. Xo'p. Demak, du bunga moslashimiz kerak. Demak, yozildi, yaxshi. Ya'ni warst bo'ladi-ya. Mana warst du gestag'in imkoni. Kecha kinoda bo'ldingmi yoki kecha kinoda edingmi degan ma'noda. Ko'rdingizmi? Agar men kecha kinoda edim bo'lsa, ich bin gestag'in im kino. Bu yerda hammasi qolib, faqat siz yaxshilab o'rganib olishingiz kerak buni. Shu tarafi bor. Endi irga nisbatan bezuq. Bezuq degani bu tashrif. Tashrif. Bunga habnmi, zaynmi? Va irga nisbatan qo'llashimiz kerak ekan. Mana shuni ham yozib ko'ramiz. Bezuq, tashrif. Menda tashrif bor, senda tashrif bor. Men tashrifman deb ayta olmaymiz. Bor ma'nosini berishimiz kerak. Xo'p, yozinglar. Mana 17 ta kishi bor ekan hozir o'zi. Lekin faqat bitta ikkita kishi yozyapti xolos. Oxirgi post tagiga yozinglarchi, o'zi tushunarli bo'lyaptimi? Tushunyapsizmi?
Schreiben Sie bitte. Hop. Ko'ramiz. Yerga nisbatan hop 10 ta odam yozsinchi. Eshityapsizmi o'zi? Darsda o'tiribsizmi? Kuzatyapsizmi? Bilib olishimiz kerak albatta. Hop. Ko'ramiz. Albatta to'g'ri mana to'g'ri yozishyapti. Judayam yaxshi. Darsga albatta bunaqa darslarga qatnashganingizda meni darsimga bo'ladimi yoki boshqa bir darsga qatnashayotganingizda ham albatta faol bo'lishga harakat qiling. Yozing. Faqat kuzatib o'tirgan bilan 1 soatdan keyin esdan chiqib ketishingiz mumkin. Lekin aynan siz daftarga bo'ladimi yoki mana shunaqa kommentariyaga bo'ladimi yozib qo'ysangiz, bu esingizda ham qoladi. Keyinchalik ko'rganda yana esingizda kelishi mumkin. Osonroq bo'ladi. Hozir faqat ko'rish bilan bu ko'p ma'lumot olib bo'lmaydi. Ham ko'rib, ham yozadigan bo'lsangiz, ma'lumot ko'proq esingizda qoladi. Shunaqa. Demak, yaxshi xat bo'ldi. Xat yerbezov sizda tashrif bormi? Siz kimni kutyapsizmi degan ma'noda. Uchinchisini bajarib ko'ramiz va qolganini keyin o'zingiz bemalol ko'rishingiz mumkin. In Urlaub. In Urlaub degani ta'tilda degani. Demak, bunda habinmi, zaynmi? Bitta yozib ko'ramiz, shuni ham. Bitta Leute. Aktivroq bo'lamiz. In Urlaub. Bunga habinmi yoki zaynmi? Qaysini qo'llaymiz? Erga nisbatan berishimiz kerak. In Urlaub deyapti. In Urlaub. Urlaub ya'ni ta'tilda deyapti. Da ma'nosini boya tushuntirdim. Qaysini qo'llaymiz? Zaynni qo'llaymiz. To'g'ri shakli esa o'tgangi zamonda judayam to'g'ri. Mana izohga allaqachon to'g'ri javoblarni ham yozib chiqishdi. Ya'ni var in Urlaub. Ya'ni u ta'tilda bo'lganmidi yoki ta'tilda edimi degan ma'noda kelyapti. Xuddi shunday gapda mazmuniga qarab qolganlarini bajarib ketishingiz mumkin. Ya'ni tartibi xuddi shu bo'ladi. Xo'p. Endi kimda qanday savollar bor? Bitta savollar bo'lsa, izohga yozib qoldirsangiz, men tushuntirib o'taman. Xo'p, demak yozib olingan darsni to'xtatib qo'ysam ham bo'ladi. Qo'shimcha savollarni yozsangiz, javob berib o'taman.